Mana Xorazm Xivaga mana dastlabki qilyapmiz yuklarni. Mana kimga zarurat bo'lsa voha tomonidan mana xohlagan vaqtlarida mana chiqarib olamiz. Tiniqlari o'zimizda mana. Vodiy bo'yicha eng zo'r mana qamishlar bizda. Mana Xorazmga hozir mana Xivani Ichanqala degan dam olish turizm joyida direktoriga ketyapti mana 300 ta rulonda mana shunaqa bo'ylab jo'natyapti. Kimga zarurat bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib berish manaqangi eng tiniqlari mana o'zimizda mana. Bu daryoni qamishlarida to'qilgan bo'ladi. Tiniq hammasi bir xilda. Ekranda ko'rsatib qo'ygan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Hozir mana Buxorolik akalarga mana yuklayapmiz. Xorazmda Xiva shahriga mana xudo xolasa 300 ta chiqarib olyapmiz. Eng tiniqlari, birinchi sortlari o'zimizda. Aloqaga chiqaverasizlar keyin. Mana Isuzu mashina 10 tonnali mana Isuzuga mana ortilyapti mana yuklar. Bu 1200 kvadrat tashkil qiladigan qamishlarni mana yuklayapmiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, sizlarga bilan chiroyli qilib bitkizib jo'natib beramiz. Mana bo'yralarda hammasi mana bir xilda, mana tiniq sortli bo'yralar mana. Katalogga deysizlarmi, naveska deysizlarmi, istiqo'tlarni uchun maqsadida hozir eng birinchi zo'r tanlov mashina bo'lib turibdi hozir. Mana bo'yralarni mana sifati mana beki joylar. Mana tovlanishi mana shunaqangi yarki hammasi xudo xolasa. Endi 300 tani o'rnatib olsak bo'ldi. Ba'zida so'rayapmiz, bo'lmadi. Mana hozir biz bitta Isuzuning ichidamiz, mana nafas olish ham qiyin. Mana buni qilyapmiz. Kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu 91 107 3359. Mana bu pastga ekan. Mashina butuncha tashlaydi mashina qilib. O'tqasiga, qani. O'tqasga qo'yib Mesela tepeler koysa kana bular. Tepalasi ham pasaymaydi. O'tqa baland yo'qmi? O'tqasiga qilib ketadi. Tamam, sudan bıçağı aşkı buradan aşkı doktor. Geçeler. Geçeler orada. Bir ayakta